Eron Ukrainaga raketa hujumlari bilan tahdid qildi. Agar Kiyev Isroilga harbiy yordam ko'rsatishda davom etsa, Eron Ukraina hududini qonuniy nishon deb hisoblashi mumkin. Bu bayonot xalqaro maydonda jiddiy muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Assalomu alaykum. Siz Turfa xabar kanalidasiz. Eng muhim va dolzarb yangiliklarni biz bilan kuzatib boring. Eron parlamenti Milliy xavfsizlik komissiyasi raisi Ibrohim Azizi Ukrainaga qattiq bayonot berdi. U o'zining X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida agar Ukraina Isroilga harbiy yordam ko'rsatishda davom etsa, Eron raketa hujumlarini uyushtirishi mumkinligini aytdi. Azizining so'zlariga ko'ra, Ukrainaning Isroilni dronlar bilan qo'llab-quvvatlashi bu mamlakatni deyarli urushga tortdi. Uning so'zlariga ko'ra, BMT nizomining 51-moddasiga ko'ra, Ukraina hududi Eron uchun qonuniy nishonga aylanishi mumkin. Shu bilan birga, Ukraina haqiqatdan ham Eron dronlarga qarshi kurashish uchun Yaqin Sharq mamlakatlari bilan hamkorlikni kuchaytirdi. 8-mart kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ukrainalik mutaxassislar Iordaniyaga yuborilganini e'lon qildi. Ular Amerika harbiy bazalarini himoya qilish uchun to'xtatuvchi dronlar bilan ishlashga yordam bermoqdalar. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Ukraina 11 mamlakatdan rasmiy yordam so'rovlarini olgan. Ular orasida Yaqin Sharq mamlakatlari, Qo'shma Shtatlar va ba'zi Yevropa mamlakatlari bor. The Wall Street Journal nashrining xabari berishicha, Saudiya Arabistoni Ukraina bilan mudofaa sohasida hamkorlik qilish istagini bildirgan davlatlar qatorida. Biroq bu vaziyatning yana bir muhim jihati bor. Eronning o'zi uzoq vaqtdan beri Rossiyaga Ukrainaga qarshi urushda yordam berib kelmoqda. Tehron Moskvaga minglab shahid hujum dronlarini, shuningdek ularni Rossiya hududida ishlab chiqarish texnologiyasini taqdim etgani aytilmoqda. 12-mart kuni Zelenskiy Ruminiya prezidenti bilan bo'lib o'tgan matbuot anjumanida eronlik operatorlari Rossiya harbiylarini ushbu dronlardan foydalanishga o'rgatganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Eron Rossiyaga taxminan 150 mingta artilleriya snaryadlari va raketalarni yetkazib bergan. Zelenskiy shunday dedi: Eronliklar Rossiyaning ittifoqchilari ham hujjatlarda, ham amalda. Shu bilan birga Yaqin Sharqdagi harbiy vaziyat ham diqqat markazida. Avvalroq Trump ma'muriyati Yaqin Sharqqa 5000 tagacha AQSh dengiz piyodalari va bir nechta harbiy kemalarni yuborishni ma'qullagani haqida xabar berilgan edi. Bu holat xalqaro maydonda yangi geosiyosiy keskinliklarning paydo bo'lishi haqidagi munozaralarni kuchaytirmoqda. Siz Turfa xabar kanalini tomosha qildingiz. Dunyodagi eng muhim va dolzarb yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'lish uchun kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va kanalni do'stlaringiz bilan baham ko'ring. E'tiboringiz uchun tashakkur. Keyingi yangiliklarda ko'rishguncha.